Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Short Savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodirshoh. Ko'rib turganingizdek, bir necha kundan beri yoki haftalardan beri Telegram tarmog'ida juda ham qotib ishlayapti. Telegram tarmog'i oddiygina rasmni ham yuklab olishda muammolar yuz beryapti. Telegram tarmog'ida ba'zi tushunmaganlar buni tarmoqdagi muammo deb o'ylashyapti. Telegram tarmog'idagi muammo deb o'ylashyapti, uzilishlar deb o'ylashyapti. Aslida esa unaqa emas. Aslida Telegram tarmog'i har doimgidek stabilniy holatda ishlamoqda. Hech qanaqa muammo yo'q. Telegram tarmog'ida muammo emas, muammo yo'q. Ishlab turibdi Telegram tarmog'i. Asl muammo nimada unda degan savol tug'ilishi mumkin. Asl muammo taxminim bo'yicha O'zbekiston hukumati tomonidan, ya'ni shu internet tarmog'iga mas'ul tashkilotlar tomonidan Telegram tarmog'ining trafiki cheklab qo'yilgan bo'lish ehtimoli yuqori. Sababi shuki, kecha ham bir necha kundan beri o'zim kuzatyapman. VPN orqali yoqqan holatda kirganingizda Telegramga stabilniy holatda ishlaydi. Sababi shuki, VPN shunaqa narsaki, ya'ni bironta hukumatda bironta tarmoq cheklab qo'yilsa, VPN orqali kirilganda u tarmoqni cheklab o'tish imkoniyati paydo bo'ladi. Agarda bironta davlatda bironta tarmoq ishlamasa, o'shanda siz VPN orqali kirganingizda ishlasa, demak bu davlat tomonidan cheklov kiritib qo'yilganidan dalolat beradi. Meni o'ylashim bo'yicha ham xuddi shunaqa VPN orqali kirganda shunaqa holat, ya'ni stabilniy holatda ishlamoqda Telegram tarmog'i. VPN orqali stabilniy holatda ishlamoqda. VPNning asl vazifasini hamma juda ham yaxshi biladi. VPN yopilganda davlat o'zgaradi, yashab turgan mintaqa o'zgaradi, IP adresi o'zgaradi va siz qaysi tarmoqdan foydalanayotganingiz bilinmaydi. Masalan, Telegram tarmog'ini hozirda cheklab qo'ygan deb hisoblasak, trafikini cheklab qo'ygan deb hisoblasak, trafik cheklanganda tarmoqdan foydalanish hajmi, ya'ni internet megabayt narsa yuklab olganingizda sekin ishlaydi. Hattoki bitta rasmni ham ocha olmaydi. Trafik cheklab qo'yilganda. Xo'p, endi trafikni cheklab qo'ygan deb faraz qilsak, Telegram tarmog'ida trafikni cheklab qo'ygan deb faraz qilaylik. VPN yoqqanimizda davlat o'zgaradi, IP adresi o'zgaradi va siz nima tarmoqdan foydalanayotganingiz haqida ma'lumot hech kimga bilinmaydi. Shunda soddaroq tushuntiraman. Masalan, siz VPN yoqib Telegramga kiryapsiz, tarmoq esa sizda qanday nimaga kirayotganingizni bilmaydi. Masalan, stabilniy tarmoq qo'yadi. Masalan, bizda Instagram, Facebook juda hozir stabilniy holatda ishlayapti, qotmay ishlayapti deylik. Siz Telegramga kirgan holda Instagramdan foydalanayotgandek bo'lib, bemalol Telegramdan foydalanishingiz mumkin. Stabilniy tarmoq bo'laveradi. VPN sizni stabilniy ishlaydigan, yuqori ishlaydigan tarmoq bo'laveradi. Masalan, Telegramni trafigi pasaytirilgan bo'lsa, Instagram trafigi kuchli bo'lsa, Instagram trafigi orqali siz Telegramdan foydalanishingiz mumkin. Hech kim sizni Telegramdan foydalanayotganingizni bilmaganligi uchun, ya'ni tarmoq sizni aniqlanmaganligi uchun, nima tarmoqdan foydalanayotganingiz aniqlanmaganligi uchun siz bemalol Telegramdan qotmasdan narsalar yuklashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, VPN mana shunaqa ishlatiladi, ya'ni har xil maqsadlarda ishlatiladi, ammo buning ba'zi bir salbiy oqibatlari ham bo'lishi bor albatta. Mana shu Telegramda trafigini pasaytirib qo'yganlar bilish kerak. Xalqning ma'lumotlari, ya'ni VPN dan foydalanayotgan odamlarning ma'lumotlari boshqa davlatga sizib chiqish ehtimoli bor. Mana shu trafik pasaytirib qo'yilgan asl aybdorlar shular o'zi aslida. Trafikni pasaytirib qo'yibdi, kira olmasin degan maqsadda bo'lishi mumkin. Chunki VPN orqali ishlayapti. Agarda haqiqatdan internetda muammo bo'lganda, VPN orqali ham ishlamas edi. Masalan, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, Rossiyada Telegram ishlamayapti, WhatsApp ishlamayapti, ya'ni tarmoqlar ishlamayapti. Hattoki Rossiyaning amaldorlari aytayapti, Telegramga deyapti, VPN orqali ham kira olmaysiz deyapti, ishlamaydi deyapti. O'ylashingiz mumkin, qanaqa bu VPN orqali ham ishlamasligi mumkin degan fikr sizda paydo bo'lishi mumkin. Sababi to'liq internet cheklab qo'yilgan, ya'ni internetni hamma tarmoqni cheklab qo'ygan. Rossiyada butun tarmoqni cheklab qo'yilgan. Ochiq tarmoq, ya'ni stabil ishlaydigan tarmoq mavjud emas. Masalan, Instagramda cheklamaganda, VPN yoqilganda o'sha Instagramda VPN sizda eng
stabilniy tarmoq bo'laveradi. Masalan, qaysi tarmoqda trafik kuchli bo'lsa, o'shanga bo'laveradi VPN sizda. Rossiyada esa butun internet tizimi cheklangan. Trafigi pasaytirib qo'yilgan. Butun internet tizimini internetni cheklab qo'yilgan, pasaytirib qo'yilgan trafigi. VPN ni yoqsangiz ham shu internet, o'chirsangiz ham shu internet. Ya'ni sekin internet ishlaydi. Ya'ni foydasi yo'q. SMS'lar ko'rishingiz mumkin. Yozishmalarni yozishingiz mumkin. Videolar, rasmlar ocha olmaysiz. Trafik juda cheklab qo'yilgan. Faqat kichik narsalarga bo'ladi. Hozir bizda ham xuddi shunaqa holat ketyapti. Buni bilmadim, buni sababini, nima maqsadda bunaqa qilyapti. Maqsadi aniq, o'zi aslida butun dunyoning maqsadi aniq. Hamma dunyoda xohlaydi. Hamma tarmoqda o'zini davlatida serverlari bo'lishini xohlaydi. Telegramga ham ko'pincha bosimlar bo'ladi. Juda ham ko'p. Telegramga mana shu narsa bo'yicha bosimlar juda ham ko'p uchraydi Telegram tarmog'ida. Serveringni bizda davlatga ko'chirasan deydi. Bo'lmasa cheklayman deydi. Rossiya ham, boshqa davlatlar, hozir Fransiya ham yaqinda Pavel Durovni qamab qo'ygan edi. Ya'ni mana shu maqsadda ular ham xohlaydi. Bitta narsa, agarda Telegram o'zini serverini Telegram bironta davlatga ko'chirsa, foydalanuvchilarning ma'lumotlari xavf ostida qoladi. Masalan, siz Telegram tarmog'ini, masalan, endi taxmin qilaylik, agar Telegram tarmog'i o'zining serverlarini O'zbekistonga berdi deylik, ko'chirdi deylik, butun foydalanuvchilar yozishmalarini bemalol hukumatlar kuzata oladi. Sizni kim bilan yozishayotganingizdan tortib, nima qilayotganingizgacha, Telegramda nimadan foydalanayotganingizgacha ma'lumot ularda bo'ladi. Bemalol kuzatib o'tirish, sizni kuzatib o'tirish imkoniyati bo'ladi. Bu shaxsiy daxlsizlik umuman yo'q degani va bunaqa tarmoqdan hech kim foydalanmay qo'yadi. Agarda shunaqa bo'lsa, shu sababli ham Pavel Durov Telegram tarmog'ining serverlarini hech qaysi davlatga bermayman degan, shu sababli bermaydi. Shuning uchun Telegramga bosimlar bo'ladi davlatlar tomonidan, cheklab qo'yish. O'zi aslida Telegramga biz muhtojmiz. Biz muhtojmiz, ishlatishga muhtojmiz. Hamma tarmoqlar hozir Telegram orqali, hamma ma'lumotlar almashish Telegram orqali bo'ladi. Buni cheklab qo'yish bu o'zimizga zarar. Chunki bizda stabilniy tarmoqning o'zi yo'q, ya'ni Telegramga o'xshaydigan kuchli tarmoq yo'q bizda. O'zimizga zarar bo'ladi agar uni cheklab qo'ysak. Ma'lumotlarni yuborish bo'yicha, qabul qilish bo'yicha cheklovlar bo'ladi. Xo'p, albatta mana shu narsani o'ylab ko'rish kerak. Hozir ko'pchiliklar tushunmayapti, Telegramdan deb o'ylayapti. Ammo Telegram tarmog'ida hech qanaqa muammo yo'q, chunki VPN orqali bemalol stabil ishlayapti Telegram. Demak, bu cheklov trafik o'zimiz tomonimizdan, mana shu mas'ul idoralar tomonidan taxminim bo'yicha pasaytirib qo'yilgan trafigi. Telegramda trafigi pasaytirib qo'yilgan. Mana shu sababli bitta rasmni ham ocha olmayapti Telegram, aylanib 5 minutda aylanyapti. Hozir 90% odamlar VPN orqali kiryapti, taxminim bo'yicha. O'zim ham VPN orqali ishlayapti Telegram. Bemalol stabil holatda ishlayapti VPN orqali. Bu asosiy sababi Telegramni cheklab qo'yganligi sababli. Ammo boshqa tarmoqlar stabilni bo'lganligi uchun VPN sizni boshqa stabilni ishlaydigan tarmoqqa olib beryapti. Shuning sababli Telegram ham stabilni ishlayapti. VPNsiz ishlamayapti. Buni to'liq cheklagani yo'q. Qanchadir vaqtlar uzib cheklayapti. Masalan, ertalab yaxshi ishlayapti. Tongga ishlatganda yaxshi ishlayapti. Mana hozir 10-11lar oralig'ida, ya'ni obed kechgacha bo'lgan muddat Telegram yana qotib boshlayapti. Ya'ni ishlatish juda ham qiyin bo'lyapti. Xo'p, mana shunga e'tibor qaratish kerak. Mana shuni bir ma'lumot berib o'tmoqchi bo'ldim. Asosiy sabab Telegramdan emas. Telegram tarmog'i uzilish bo'lmayapti. O'zimiz tomonimizdan bo'lyapti nima bo'lsa ham. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.